Patoklarda, talpalarda ajralib turish xolismi? Mana shu mashinani olinglar. Насыщенный яркий ranglardan bittasi. Такой цвет только у меня и у Майкла Джексона deb yurasizlar. Bizda sotuvda Hyundai Creta avtomobili 2022-yilda ishlab chiqarilgan, salondan bir qo'l haydalgan 2 litr motor. Mashinani holati zo'r holatda, balonlarigacha hali o'zilik turgan ekan, qishgacha amallab yetib olsa bo'ladi. Benzin yurgan, gaz o'rnatilmagan. Bu o'zi ekonomik mashina, 8 litr atrofida benzin yoqar ekan. Bo'yalgan joyi mana shu bagaj krishkasi bo'yalgan, ichiga o'tmagan, qolgan joylar toza. Mashinani ko'rishingiz mumkin, rangiga e'tibor berasizlar, rangiga. Насыщенный ranglardan bittasi. Salonlari ham akkuratniy holatda turibdi. Rul holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexol tikib qo'yilgan ekan. 54 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Podogrev sidenalari mavjud oldida, orqada. Faqat lyuk bo'lmaydi bu mashinada. Koreyskiy sifat. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas bu mashinalarni. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $15,000. Shundoq sanaysizlar, sirraza notariusga kirib ketamiz. Notariusimiz ham bir qadam. Telefon raqamlarini pastda qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. 15 mingga yana nima mashinasi bo'ladi? Menimcha zo'r variant. Fikringlarni kommentariyada kutib qolamiz.